Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Şinjan Uyg'ur avtonom rayonimiz qurilganligining 60 yilligi tantana qilinayotgan xosiyatli paytlarda Şinjan televiziya stansiyasi yo'l qo'ygan Madaniyat Bo'stoni programma guruhimiz poytaxtimiz Bejingga yetib keldik. Men turayotgan bu joy Xalq saroyining Bejing zali. 11-asrda Qarag'allar sulolasi davrida yashagan buyuk olim mutafakkur Yusuf Xasojibning shohona asari Qutat Qublikning Xanzuchi ovozliq nashrining taqdirlash murosimi sal turib mushu zalda boshlanmoqchi. Tafsilotga qiziqsangiz, davomli ziyoratimizga diqqat qiling. 尊敬的各位领导、各位来宾，大家上午好。今天我们齐聚在这里，为世界名著《福乐智慧》的汉语诵读版举行首发仪式，这是一件非常有意义的事情。在此，我仅代表主办方民族出版社，向前来参加首发式的各位领导、专家学者以及新闻媒体的朋友们表示热烈的欢迎。 特别欢迎远道而来的新疆各。 Hürmetli televizor ko'rguvchilar, Millatlar nashriyoti boshqargan Millatlar Unsin nashriyoti bilan Urumchi Erpon elektron cheklik shirkati o'tkazishni ustiga olgan Qutat Qublikning Xanzuchi ovozliq nashrini tarqatish murosimi hozir rasmiy boshlandi. 而我最有兴趣的是，我觉得我们从这个福乐智慧上特别能看出，是吧？中华文化的这种 一体多元的特点，他的这个整个的书里头啊，对于德行啊，对于善良的提倡啊，他对道德文明啊、礼貌是吧、礼数的重视，他应该说是和 我中原地区和就是我们整个中国所尊重的，孔子先秦的这些，诸子百家的许多的想法呢，是一致的，是靠拢的，是贴近的。他和那个，就是过分的强调竞争啊，或者在斗争中来取胜的 那个思潮不完全一样，他更多的希望和谐，啊，希望平衡，希望秩序，希望友善，这样一个总的思路呢，让人觉得非常的可爱。中国需要福乐智慧，新疆需要福乐智慧。 Bugungi murosim nihoyat ahamiyatli o'tkazildi. Demak, Qutat Qublikninki mushu Xanzuchi ovozliq nashrining davlat ichiga tarqatilishi qanday bir ahamiyatga ega deb qaraysiz? Qutat Qublik ming yillar burun Jungoluq Uyg'ur mutafakkur, yozuvchi, shoir, siyosiyun Yusuf Xasojib tarafidan yozilgan cho'ng şahane eser. Bugün ben nayt xuşal oldum. Bejing Xalq Sarayı'nın Bejing zalıda Qutat Qublikning Xanzucha ovozliq nusxasi hozirgi zaman eng yangi uchur texnikasi orqali nashr qilinib taqtildi. Burun bunun Xanzuchisi nashr qilingan. Lekin bu nazmi asarning bundaq tarjima qilinishi nati yaxshi ish bo'libdi. Buni yosh yozuvchi, adib, tarjimon Dilmurod tarjima qilibdi. Dastlab nashr bo'lganda bir muncha peshqadam tarjimonlar buning nashr qilishga, tarjima qilishga qatnashgan. Men hozir shularni eslab qoldim. Ahmet Ziyoyi efendim, Abdurrahim Ötkör,
Qadir Akbar, Abdüşkür Turdi. Abdüşkür Turdi şu vaqtlarda nati yaşıdı. Muşu tercüman tahrirlerinin teşkilatçısıydı. Anandakin Gingşimin efendi, Wang Yici efendi, Liu Bing degan kişi var. Bular öz vaqtida muşu eserinin nashr qilinishi, ro'yobga chiqishi ham tarjima qilinishida nihoyat cho'ng rol o'ynagan. Hozir yana yosh tarjimon tahrirlar yetishib chiqibdi. Bu odamni nihoyat xushallantirdi. 创作于11世纪的维吾尔古典文学名著《库达古比利克》，就是王蒙先生刚才说的《福乐智慧》，连同他的作者伟大诗人尤苏普·卡斯卡吉普，被历史藏匿了相当长一段时间，经过辗转曲折才被陆续发现，并使世人得以广泛的仰慕和受恩惠于他。这部长达13000余行的伟大诗作，不仅是维吾尔族人民的珍贵文化遗产，是中华民族文化宝库中的明珠，也是世界诗歌艺术史上的高峰之一。这是哲学思想史、社会思想史领域难得的辉煌成就。历史有的时候喜欢同我们玩一下捉迷藏，把一些具有重大意义的文化创造暂时的隐秘起来，让我们不自觉地处在晦暗之中。然而，一旦我们发现了这些伟大的创作，我们就会感到再也不能离开他们了，甚至有的时候会惊奇地问自己：我们怎么可能在没有他们的情况下生活得那么久呢？福乐智慧把我们同维吾尔族先辈生活的那个历史时代拉近了，使我们增强了深厚的历史感。这部伟大作品富有多重的丰富深刻的内涵，伟大诗人的修身齐家治国平天下的许多箴言，激发了后世读者的深沉的理性思考。长诗使我们深深地感受到了它的巨大的艺术魅力，使我们的情感同作者的诗意表达产生了强烈和谐的共鸣。Yusuf Hasajib 是一个伟大的诗人。Yusuf Hasajib ulug' bir shoir. Lekin bu ulug' shoir intayin uzun bir mezgilgacha kishilarga ayon bo'lmay keldi. Uning bu katta asrimi kishilar tarafidan bayqalmadi. Lekin bayqalgandan keyin bo'lsa, talay kishilarning qalbida o'z qimmatini qayta namoyon qildi. Uningdagi qimmatlik ilg'or ideyalar butkul insoniyatga, dunyoga ta'sir ko'rsatdi. Dunyomi uni qaytadan tunib, uni texmi nurlantirdi va dunyo miqyosida uni tunutdi. 福乐智慧是中华民族文化遗产中的瑰宝，在中亚文化史上也占有重要地位。对它开展全面的书注、维吾尔文、古语今译和汉文翻译，开展广泛的研究，都是从上个世纪80年代前期开始的。80年代中期完成了维吾尔文、古语今译和汉译工作，由民族出版社先后陆续出版。在座的司马懿艾麦提阁下时任自治区主席，他亲自主持了这项事业的启动和开展。从那个时候开始，福乐智慧研究进入了我国学术研究领域，成为一项非常重要的课题。30多年来，吸引了众多国内外学者参加。这期间，福乐智慧汉译本在新疆曾经多次重印。之后，铁木尔达瓦麦提阁下，还有今天在座的司马懿铁罗尔蒂阁下，也都曾在他们担任自治区主席的任期之内，和后来到北京担任更加重要的国家领导人的职务之后，在福乐智慧汉译本的重印和一系列研究工作中，给予了强有力的支持和帮助。这些领导同志对包括福乐智慧在内的新疆各少数民族文化遗产保护、整理和传承的高度重视和强力领导，代表了党和国家。Maynur Qasım, ha bugün hada. Acaba. Bununki doğru cevap C. Maynur Qasım. Eskisi yok hada, yani suallarga davamlı tırışın. Biz bırakın sizge hüküm berip etmeymiz. Gerçi siz sot mahkemesinde işliyorsunuz mu? Kötü sual. Olcu şehrideki Taşlatki Soda Bazarı'nın el içindeki yeni bir namı nime? A. Gilentir Bazarı, B. Hanzu Bazarı,
C. Bedi bazarı. Hatgilada. Yelantır bazarı. Hüküm çıkarı eteyim ha. Neymiş doğru cevap verdiniz? Doğru buldu. Bir marka hoş olsun. 5. sual. Cumhur Komünistik Partisi G'oldi Şəhərlik Komiteti ve Şəhərlik Xalq Hökuməti qachon qurilgan? Yani yılnamı bilen münasebət tikən diqqət qılыңlar. A. 1949-yil 10 ayının 1 günü. B. 1952-yil 10 ayının 1 günü. C. 1956-yil 10 ayının 1 günü. 9. B cevap. B cevap talaysız şundaqmı? Bununki doğru cevap B. 1952-yil 10 ayının 1 günü doğru buldu. Bir marka hoş olsun. 6. sual. Cumhur Komünistik Partisi G'oldi Şəhərlik Komitetining tunji sekretari kim? A. Xi Youtian. B. Wei Qingshan. C. Lu Ming. Zongfengmeyada. B. Bunundaki doğru cevap Xi Youtian. Hata olib qoldi. 7. sual. 1914-yili G'oljida Xinjiang bo'yicha muntazam kutubxona qurildi. U qaysi kutubxona? A. Şəhərlik kütüphana. B. Konsul kütüphanası. C. Nur kütüphanası. 9. A cevabını tanlayın. Bunundaki doğru cevap olsa 1914-yili G'oljidagi Tatar cemaatinin yetakchiligida qurilgan yangicha maktab Maktabi Nur qarmaqidagi Nur kütüphanası. Cevabınız doğru olmay qoldi. 8. sual. İli Deryası birinchi cho'ng ko'rigi qachon silingan? A. 1970-yili. B. 1972-yili. C. 1974-yili. Zongfengmeyada. A. Bununki doğru cevap 1972-yili. Cevabınız hata qaldı. Yeni suallarga davomlashtirishing. Eng oxirgi savol. İli Qozaq Avtonom Oblasti qanchinchili qurilgan? A. 1954-yili. B. 1956-yili. C. 1958-yili. Fatihulada. A cevap. Bunundaki doğru cevap olsa A. 1954-yili. Doğru buldu. Bir marka hoş olsun. Şunun bilen bu basqışdan keyin 3 nəfər mahirimizдің marka sani bolsa, Fatihladimiz 2 markaga erişdi. Zongfengmeyadimiz 1 markaga erişdi. 9 bolsa 2 markaga erişdi. Mahirlerimizдің marka sanida farq cho'ng emas. Keyingi basqışlardan keyin marka sanida yani farq bo'ldi. Ekran aldırki qadrli körmələr, şunaqlar naq meydandaki tamaşbin dostlar. İli oblastidagi idare organlardan, İli oblastının hər qaysı yezi kentlərə düşkən kadrlarının xizmət əhvalını texmi çoğunqur egallash maqsadida biz meydan sirtidagi riyasetçimiz Nigara Yalquni ziyaretga o'rinlashtirgan edik. Undaq bo'lsa, amdi diqqatinglar, tövəndiki ziyaretimiz bo'lsin. Qani, marhamat. Assalomu alaykum Tala Yulduz programmamizning aziz ishtirokchilari. Mana biz hozir G'o'ldi shahrining Toshko'rik ish boshqarmasi Yangi yo'l aholilar komitetiga yetib keldik. Bu aholilar komitetiga al rayni egallash, al qalbini mayil qilish, alginab yetkazish faoliyatida G'o'ldi shaharlik Miyiblar idorasi bilan G'o'ldi shaharlik xalq ishlar idorasidan bir qism kadrlar xizmat ko'rib bo'lib chiqdi. Undaqda ular bu aholilar komitetiga kelgandan keyin qanday yaxshi ishlarni qilib berdi? Bu yerga xalq amsi ularni rozi bo'ldimi? Ularning yana qanday arzu umidlari bor? Diqqatinglar tuvandiki ziyoratimizda bo'lsin. Assalomu alaykum, ada yaxshimi? Va alaykum assalom, yaxshi. Ada sizlar bu yerga kelgandan keyin bu yerdagi oilalarning ahvollarini tekshirib baqdinglarmi? Ularning qanday qiyinchiliklari bor ekan, qaysi xizmatlarni ching tutib ishlasanlar bo'ladi ekan? Birinchidan biz tashviq tarbiyani asos qilib qolmasdan, hamda chunki bizningki bu yerga tushgan xalq ishlar bilan miyiblaydan tushgan kadrlar bo'lgani uchun o'zimizning xizmat qulayligidan foydalanib turib, oldi bilan mushu to'van turmush kapolatga iltimos yozgan, hal bo'lmayotgan masalalarni oldin tekshirib bordik. Ondan keyin mishat 33 nafar miyib yo'ldosh bor ekan. Bu miyiblarning ichida ba'zi miyib yo'ldoshlarniki ruhiy kasal, lekin iqtisodiy ahvol nachar bo'lganligi uchun doktorxonaga berib davolash imkoni yo'q ekan. Bu tavatga 2 nafar mana ruhiy kasal miyibni biz G'o'ldi shaharlik miyiblar idorasi bilan o'rtoqlash orqali ashlarning har birisiga 4600 yuan haqsiz davolanish mushu fan texnik turini hal qildik. Bu jarayonda hozir bir nafar bizningki miyib mushu ruhiy kasal doktorxonasida davolanadi. Yana birisini budaq oyda
operatsiya turyapmiz. Endi 5 nafar meyiplik kinişkisiga ehtiyoj bo'lgan 5 nafar odamning meyiplik kinişkisini bitirib berdik. Ondan keyin tavallikdagi 4 nafar meyip yo'ldoshqa meyiplar haroslar qilib berdik. Undan boshqa endi bu tavallikda masalanga yo'llarni qattiqlashtirmagan, avval yo'li uylar kirmagan ekan. Mushu masalani yuqori o'rinlarga dash orqali hozir bizningki kichik yo'llar qattiqlashtiryapti. Ondan keyin asosiy da'volar uylar kirdi. Bu orqali endi keng xalq ommasiningki ozroq bo'lsa-mu himoyasiga erishdik deb qarayman. Assalomu alaykum Cho'ng dada. Va alaykum assalom. Cho'ng dada ansak, sizlarning oilaga bu yil kelgan xizmat ko'rib siz kadrlar ko'plagan yordamlarni qilibdi, shundaqmi? Shundaq. Qanday ishlarni qilib berdi? Mal arvat berdi. Menga mal to'q. Mal ikki o'rindiqlar, ikki berdonlar. Ikki hatchilar menga to'q. Endi ancha-muncha ma'nolar menga to'q. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Siz mana shu yangi yil aholilar komitetining bir aholisi, shundaqmi? Shundoq. Mush mahallikman. Aka, bu mahallaga xizmat ko'rib siz kelgandan keyin sizlarga qanday ishlarni qilib berdi bizga deb bergan bo'lsangiz? Bular kelgandan keyin bular nihoyatda yaxshi kadrlarga kelib uy kirib, har qaysimiz bilan birma-bir so'zlashib, nima qiyinchiliklarning borligini so'radi. Hatto boshqalarning nima ahvoli so'zlari bor deb bizdan so'radi, uylar kirdi. Biz bo'lgan ahvollarni aytdik. Masalan, ko'chalarimiz mana shundoq to'playdi. Buni ko'rsatdik, buni o'ngshashga hozir turish qildi. Sular yo'qda eriqlarda buni hozir bular shu suv akildiganning yo'llarini mengyapti. Shu men bugun bir nechta turli fikrlarni degan gaplarni yezib akagandim topshirib beray deb shularga uchrab qoldim. Qaysi fikrlarni akagantingiz bizga o'rtoqlashib qo'yaylik. Shu akagan fikrlarim mushu zilay shu to'q. Undan keyin iliq turbi yo'li, mushlarni mushlab bitirib bersa, andan keyin deydiganlarimiz ish qilib mushlarni mushunchalik yaxshi ishlab berayotgan vaqtida bitirib oldigan ishlarimizni o'ylab bitirib olamiz. Bo'ldi, rahmat aka. Umringiz uzun, teningiz salomat bo'lsin, rahmat. Rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmalar shunaqlar naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Ko'rayotganinglar sifatli va ishonchli mahsulotlar bilan xalqimizni qoyil qilib kelayotgan G'ulji Paktil musulmoncha yemaklik ishlab chiqarish shakli shirkati alayda qo'llagan Talayl programmamizning 2015-yillik Saptava Talayl onqisini talashish alaysan programmasi. Endi bizning mushu naq maydondagi tomoshabinlarimizdan 2 nafar Talaylik tomoshabinni tanlab chiqib bir o'yin o'ynaymiz, o'ynagandan keyin sizlarga mukofot beramiz. Unda bo'lsa kimdan Talaylik tomoshabin bo'g'is bordi, ko'r baqaylik, kimdan qani dop kelgan qizchaq buni yigitda qani Lutfulla siz chiqqan naqshlarni g'ingshib bersiz. Rizvangul qaysi naqshni g'ingshsa naqshning ismini aytib bersiz. Tushunishlik bo'ldimi? Tushunishlik bo'ldi. 11 qilishasiz-chi bu? Mana buyruq ketdi. 1 2 3 birinchi naqsha boshlandi. Yaxshi. Yaxshi o'tdi jumu. Rizvangul qaysi naqshida? Voy g'ingshim buloq. Lay 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 ya. Qani chiqyapti-da. Qaysi naqsha? Nima? Ay do'stlar, xayr xo'sh. Ay do'stlar, xayr xo'sh. Do'stlar, xayr xo'sh deydi Qur'on. Ay do'stlar. Yo'q, siz deyman. Bo'ldi. Ikkinchi naqsha. Yashab ketdim. G'uljining purq chiqyapti-da, bekrak. Kichik ketdim naqshamizdan, voy deya bekrak chiqdi. Og'ir chidayolmay tekstini chiqarib ya. Uchinchi naqsha. Tekstni aytib uytaydi odida. Lutfulla bek yaxshi aytadi sizga. G'ulji yigiti Lutfulla. Naqshga fayz bor. Bekrak ekan.
Şervanxan da bir naqsh. Şervanxan. Rızvanxanlam demediniz yine bu ha? Ishqi tilining uchida bor aniq ism kamida. Tilining uchida bor ekan. Pek astaydil jumulut bullamuş naqshi anglash naqshi etishda. Ha, yaxshi. Ha, mana 4-chi naqsha. Chinroq qilish qat'iy anglayapman. Ha. Kimde? Oy. Ile yo'lda agri to'qay degan. Ile yo'lda agri to'qay degan naqsha. Ya bugun ili xalq naqshlari kelmasa. Aytinglar, yana ozroq vaqt bor. Buni bek yaxshi aytyapsiz ha. Tekstni chiqariblam aytinglar bo'ldi. Ha, aytinglar. Ili yo'li agri to'qay. Agri to'qay. To'qayliqda. Birinchi to'rg'ay. Ay, mana. Aziz kişi birleşip etken bolsa yaxshi aytadi ekan. Ey, mana. Ha, unda bo'lsa endi anglab boqaylik ya. Zot qaysi naqshlar ekan, Lutfullarning g'ingshig'ini qandaroq chiqqandi? Birinchi naqsha. Birinchi naqsha. Siganoshka. Ikkinchi naqsha. Ya'ni qop-qora qo'y ko'zlaring Rizvongul sizga atab aytgan naqshdi bu. Ey. Tapaldınız, tapamdınız mı? Tapamadınız. Üçüncü naqsha. Üçüncü naqsha, ili yo'li. To'rtinchi naqsha. Ya'ni bu tog'lar. Yaxshi, mana endi ishqinglarga mukofot beramiz. Ya'ni sizlarning mukofotlaringlar bo'lsa, qizning mukofotingiz G'ulji Paktil musulmoncha yemaklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan Saptava sovg'atli qaysili. Yana bir mukofotingiz bo'lsa, Xinjiang Mo'tvar xalqaro savdo shirkati ta'minlagan Mo'tvar markasidagi aranj ko'ynak qabul qiling. Sizning mukofotingiz Rizvongul G'ulji Paktil musulmoncha yemaklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan Saptava asal suydan bir yashik. Yana bir mukofotingiz G'ulji shahar farog'at maylarini ishlash zavodi ta'minlagan qo'noq undirmasdan pishiqlab ishlagan farog'at maylardan bir bak etgan tomoqlaringiz texmo mazali ko'p kelsin, texmo yeyishli ko'p kelsin. Programmamizga davomli qatnashib turgaysizlar. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, shundoqla naq maydondagi tomoshabin do'stlar, ko'rayotganlar sifatlik va ishonchlik mahsulotlar bilan xalqimizni qoyil qilib kelayotgan G'ulji Paktil musulmoncha yemaklik ishlab chiqarish shirkati alayida qo'llagan G'ulji shahri xalq bog'chisida, ya'ni Van Qodir beg'ida suratga ilinayotgan Ta'la yulduz programmamizning 2015-yil Saptava Ta'la yulduzini tanishish alayda programmasi. Hozir 3 nafar mayirimizning markasida farq cho'ng emas. Yana bir bosqichga qadam qo'ydi bu 3 nafar go'zal xonim qizchaqlar. Endi her bir mayirimiz bu bosqichda 3 dan tez savolga javob berdi. Savolni intayin tez so'rayman, javobni intayin tez olaman. Azroqli vaqt o'tib ketsa, inovasiz bo'lgandan sirt bolqining kuchini ko'rsizlar. Başladik, undaq bo'lsa, partiyalarda qandaroq hozir? Yaxshi. Har qanday vaqtda o'zini mana mushundaq tamkin tuta oladi. Shunlashqa sot mahkamasida ishlay oladi. To'g'rimi? Shundaq. 3, 2, 1 başladık. G'ulji shahrining Go'yan tarafidan tasdiqlangan rasmiy noyi darajalik shahar bo'lib qurilgan vaqti 1952-yilmi yoki 1956-yilmi va yoki 1962-yilmi tez javob bering, qaysi javob to'g'ri? 56-yil. Xato. 1952-yil Ili daryasi g'arbdan sharqqa qanday yoki sharqdan g'arb kim tez javob bering? Sharqdan g'arb. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. G'ulji shahrida do'kon nomi bilan atalgan mahallardan 2 barmi, 3 barmi yoki 4 barmi tez javob bering, qaysisi bor? 4 bor. Xato. Ikkisi. Hukmni qandaroq chiqardim? Yaxshi. Sochi bo'lsam bo'lamdi-ku? Bo'ldi. Endi navbat Zhongxongmei hadimizga, ya'ni Aynura hadimizga keldi. 3, 2, 1 başladık. Abdunum rayonimizga Yav-O'rik eng markaziy tarqalgan joy Ilimi yoki Qumulmi tez javob bering. Ili. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Jungodagi birdan bir shiba Abdunum noyisi, Chapchal noyisimi yoki Tekas noyisimi tez javob bering. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Ili xalq chaqchaqlari davlatiy g'ayriy moddiy madaniyat meroslari qatori kirgizilgan vaqt 2010-yilmi yoki 2012-yilmi tez javob bering. 10-yili. To'g'ri? Rahmat. 3 savolimizdan hammasiga to'g'ri javob beryapti. Yaraysiz. Endi navbat 9ga keldi. 9, 3, 2, 1 başladık. Ili daryasining umumiy uzunligi asosiy iqini bo'lgan Tekas daryasining boshlanish nuqtasidan Balqash ko'ligacha taxminan 1000 kilometrmi yoki 1500 kilometrmi tez javob bering. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Ilimizga eng cho'ng inchki yo'nlik qo'y bazasi Qinxaydimi, Liaoningmi yoki Xinjiang Ilidimi tez javob bering. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Tatarlarning an'anaviy milliy bayrami Xush ashi, Lala saylasi bayrami yoki Saban to'y bayrami tez javob bering. Saban to'y bayrami. Yaxshi.
Şunun bilan bu bosqichdan keyin 3 nafar mayirimizning marka soni bo'lsa, Fatihul adimizning erishgan marka soni 3 marka, Aynura adimizning, ya'ni Zonxonmay adimizning erishgan marka soni bo'lsa, 4 marka, 9ning erishgan marka soni bo'lsa, 5 marka. Şunun bilan bu bosqichdan keyin bizning G'o'ldi shahrida suratga olingan tunji sonimizning eng oxirgi bosqichiga qadam qo'ygan 2 nafar mayir bo'lsa, Zonxonmay adimiz bilan 9 muborak bo'lsin. Albatta sizga mukofot sovg'amiz bor, ya'ni sizning mukofotingiz bo'lsa, G'o'lji Paktil musulmoncha yemaklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan davlatning sifat o'lchamiga asosan ilg'or uskunlar orqali ishlab chiqarilgan hisobtova sovg'atliq hasili, yana bir mukofotingiz Şinjan Alram Xalqaro savdo cheklanish shirkatining G'o'ljidagi bosh vakolat setish o'rnini ta'minlagan Alram Soda suyidan bir yashik, G'o'lji shahar Farog'at maylarini ishlash zavodi ta'minlagan qo'noq undirmasdan pishiqlab ishlangan Farog'at maylardan bir bak. Programmamiz sizni davomli qarshi oldi Fatihulada. Bundan keyingi xizmat o'rningizda